Oyizni og'riq qoldiruvchi dorilar bilan ushlab turibmiz. Tezroq operatsiya qilish kerak. Ahvollari og'ir. Harakatingizni qiling. $30,000 ketadi. Bu uyingizni 80 mingga sotib olsa bo'ladi. Lekin sizga pul zararlagan naqdga bo'lsa 1-2 oy kutishingizga to'g'ri keladi. Abdullajon chiqibdilar. Assalomu alaykum. Ey, Abdullajon. Qaynanang yaxshi ko'rar ekan. Hozir ovqat suzmoqchi edi. Abdullajon zarur ish bilan chiqibdi. Xo'sh. Xullas, uyini sotmoqchi. Iye. Tushunmadim. Tinchlikmi Abdullajon? Oyimni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan. Shuning uchun uyni sotishga majburman. Uyingni sotsang birinchi qo'shningga ayt degan gap bor. Bo'ldi qo'shni. O'zimiz olamiz. Voy, uyi biz tashlab 2 qavatli quramiz-a? Ha, xudo xohlasa. Abdullajon qancha so'rayapsan? Bugun maklerlar kelib baholab ketishdi. 80 mingga ketadi deyishdi. Lekin hozir operatsiyaga 30 ming juda ham zarur. Qo'shni, 30 ming bo'lsa hozir sanayman, dada. O'zimiz olamiz. Qani boy? Puling bormi? Ada, pullar ko'pi bormi? Bor. Qani 30 ming olib chiqchi. Hozir, yur onasi. Mana qo'shni. Xohlasangiz sanab oling. Lekin ertaga albatta notariusga borishimiz kerak. Abdulla. Pulni ol. Oling. Topganingda berarsan. Iye. Dada, Bermasang ham mayli. dada. Vaqt ketkazma. Tur o'g'lim. Tur. Bor onangni davola. Dada, bu nima deganingiz? O'chir ovozingni. Tur Abdulla. Rahmat, Bahodir aka. O'zi qarz so'ramagan odamim qolmagandi. Dada, bekor qildingiz shu ishni. Biz unga qarz beradigan qarindoshimizmi? Yo akasimanmi, yo ukasimanmi? Shartda uyini sotib olish kerak edi, bo'ldi. Qo'shnilaringiz chiqsa jam mehribon bo'lib ketasiz-da, dada. O'chir ovozingni. Boyvachcha, onang olamdan o'tganda birinchi bo'lib bel bog'lab yonimda turgan yigit shu edi. Xotiningni dardi tutganda sen safarda eding. Borang kasal bo'lganda kasalxonaga mana shu qo'shni olib bordi. Ha kelin, sizga bu kichkinalik qilib qoldimi? Kammi? Sig'mayaptimi? Birovni kulfatidan manfaat topmoqchimisan? Jon qo'shning o'lim bilan olishib yotibdi. Biror marta bir kosa ovqat olib chiqdilaringmi? Hol so'rab chiqdingmi? Eskilar bekorga aytmagan. Qo'shning yaxshi bo'lsa, uni menga sot deyishgan. Nima? Otni o'limi, itni bayramimi? Men senga shunaqa tarbiya berganman. Ahmoq!